Mana navbatdagi Fazliya xonadonimizni mana eshiklarini o'rnatib topshirdik inshaalloh. Har doimgidek yopilishlariga e'tibor beramiz. Barmoq uslubda eshigimizni qalinligi 4-8 cm bo'ldi. Zamokda ochilgan joyiga e'tibor berib qo'yamiz. Qo'l mehnatida shu darajada ideal qilib ochilgan ustalarimizga mehnatlarga baho berib qo'yamiz. Juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Bu tarafda bo'lsa ikkita tabaqali xuddi shunaqa eshigimiz. Buni ham ochilishi juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Mana eshiklarimiz vakuum holatda ochilib yopiladi bemalol. Barmog'i ishlatmasangiz ham o'zi yopilib qolaveradi bemalol. Bardakka e'tibor bermaymiz. Egalardan rozilik olib qo'yganmiz. Shunaqa holat bo'lib qolishi mumkin. Rozi bo'lib qo'yasizlar deganmiz. Va bu yoqda bo'lsa Shotlandiya uslubda eshigimiz juda ham chiroyli holatda chiqdi. Buni ham ochilishi har doimgidek o'sha barmoq uslubida bemalol ochilib yopiladi. Magnitli mexanizmli Milano firmani zamoklaridan qo'yib berganmiz. Inshaalloh juda ham chiroyli holatda chiqdi. Bu yoqda ichkari xona spanli xona ekan. Bu ham xuddi shunaqa ikkita tabaqali eshigimiz. Buni ochib o'tirmadik. Spanli xona bo'lgani uchun kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin.